Mana bu ulug' dargohda fayzli bir davrada inshaalloh ulug' mehmonlarimiz, olimlarimiz davrasida inshaalloh jamlanibmiz. Alloh taologa behisob shukronalar etib, iloho mehmonlarimizni qadamlarini qutlug' aylab, sharif shahrimizga xush kelibsiz deymiz. Va mana shu joyda yotgan ulug' zot Hazrat Naqshband va barcha o'tgan mashoyixlarni fayzi barakasi, ilmu hikmatidan Alloh barchamizni nasibador aylagan bo'lsin. Bu Buxoroy Sharif ona yurtimiz azaldan islom diniga, bu pok shariatga sidqu safo bilan xizmat qilib kelgan olimlar, ulamolar, piru komillar, faqihlar, orifu oshiqlar bu zaminlardan o'tib xizmat qilib kelganlar. Haqiqatda o'tgan ustozlarimiz aytar edilarki, Buxoro ahli tasavvuf. Tasavvuf demak xalqni, insoniyatni tarbiya qiladi. Hazrat Sayyid Amir Kulol pirimiz aytadilarki, tariqat muhofiza kunanday shariat است dedilar. Haqiqatda shariat bu Rasulullohdan kelgan, tariqat ham ul zotdan kelgan. Hech kim bu tariqatni bu g'arb sharqshunoslari talqin qilganidek shariat boshqa, tariqat boshqa ayron narsa emas. Ular bir-biriga bog'liq narsa. Hazrat Navoiy hazratlari aytadilarki, bu Xojagon Naqshbandiya, Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyda boshlanib kelayotgan bu Xojagon Naqshbandiya tariqatini alarni ravishlari tariqatda hujjatdir dedilar. Alar barcha foruq ahliga, ya'ni ilm ahliga bu maqbuldir. Alar sidqi safo ila, ya'ni bu pok shariatga xizmat qildilar, bid'at va xurofotga qarshi turdilar. Shuning uchun elga bu manzur deydilar. Qarang, bu mana shunday ulug' bir nima. Haqiqatda bularni ta'limotlarini biz o'rganmoqligimiz shu kecha kunduzda suv va havodek darkor. Suv va havodek. Bularni ta'limotlari o'zlaridan kelgan emas. Bularni ta'limotlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan kelayotgan. Demak, Qur'oni Karim Rasulur rahmatan lil olaminni hayot baxsh, najot baxsh hadislaridan kelgan. Bu boshqa narsa emas bu. Shu yo'ldan kelyapti bu. Demak, bu xalqimiz, xususan yoshlarimiz tarbiyasiga bu hozirgi kecha kunduzda mana ustozlar ta'kidlaganlaridek juda zarur bu. Juda bu bizlarga demak malhamdek bu zarur. Shuning uchun yurtboshimiz ham, hukumatimiz ham bunga qayg'urib, demak mana shu yo'lni, bularni ta'limotini o'rganish, xalqqa yetkazish, bu biz uchun xususan mana shu ba'zi ustozlar, ba'zi o'sha ilm ahli, ziyoli ahli uchun bu shart hisoblanadi. Demak, bularni ta'limotini o'rganaylik. Mana hozir demak bu mavzu tabiat haqida Hazrat Sayyid Amir Kulol nima deydilar? Mayozor muru mayozor kas. Mayozor muru mayozor kas rohi rastakori hamin hastu bas dedilar. Hazrat Sayyid Amir Kulol nima deydilar? Ya'ni biror jonga hatto bir chumoliga ozor bermaki, ulug'lar yo'li, mardlar yo'li, bizning yo'limiz mana shu deydilar. Demak, biron jonga, insoniyat tugul u yoqda nabotot, biron chumoli bizning nazarimizda eng haqir sanaydigan o'zimizsa, o'sha chumoliga da ozor bermaki, bu mardlarning ishi emas, ulug'larning ishi emas. Avliyoullohlarning yo'li mana shu hech bir narsaga, jonga ozor bermaslik, hatto mana o'sha yuqoridagi nimaga ko'rganimizdek, bir o'sha yashnab turgan, ko'k turgan daraxtga ham ozor bermaslik ekan. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy aytadilar: "Bobadon manishin
با بدان منشین که صحبت بد پاکی تو را پلید کند. آفتاب را ببین در این بزرگیش پرچه ابر ناپدید کند dediler. Bana qarang ta'limotni yoshlarga hammamizga aytadilarki bobodan manshi yomonlar bilan o'tirma ki suhbati bad poki turob palid qiladi. Seni yomon suhbatdosh, yomon ya'ni fosiq, yomon yo'lga yurgan seni ham pokligingni buzadi. Sen quyoshga qara, sen o'ylama u menga nima ta'siri bor, nima zarari bor deb o'ylash mumkin. Sen quyoshga qara. Oftob ro bubin dar in buzurgiyash. Quyoshni qarash unchalik buyukligi qaramak, parcha abr nopadid qiladi. Bir parcha bulut, qora bulut kelibdi, uni ko'rinmas qilib qo'yadi. Demak, o'sha yomon suhbatdosh seni demak nima qiladi? Seni pokligingni, yaxshiligingni buzib, e'tiqodingga seni yomon yo'ldan o'sha demak urishga harakat qiladi dedilar. Hazrat Bahodir Naqshband bir kun shahar ko'chalarida yursam, bir darvesh bir ruboiyni zamzama qilib yuribdi va uni eshitdim, menga ma'qul bo'ldi dedilar. Hazrat Naqshband aytadilarki, nekvon ra do'st dorad har ki boshad dar jahon, gar badon ra do'st dori guy burd asmiyon. Ya'ni yaxshilarni hamma yaxshi ko'radi bu dunyoda. Yaxshilar bilan bo'lishga harakat qiladi. Rasululloh hamisha yaxshilar bilan, solihlar bilan o'tiring, olimlar bilan o'tiring, ahli dil bilan suhbat mav'izalarni tinglang deyaptilar. Ya'ni hamma yaxshilar bilan o'tiring. Garbadon ro do'st dori go'yo burda asmiyon. Sen agar yomonlarni do'st tutsang, marrasiniki yutuq seniki dedilar. Nega bunday? Nega bunday deyaptilar? Rasululloh yaxshilar bilan o'tir deyaptilar. Hazrat Bahodir yomonlarni do'st tutsang maraka seniki deyaptilar. Bular shariatga, Rasululloh sunnatlariga xilof ish qiladimi? Aslo. Pironlar hech qachon Rasululloh sunnatlariga, shariatlarga zid amal qilmaydilar. Aksincha Rasulullohni sunnatlarini, shariatlarini ihyo qilib, unga mukammal amal qilib va boshqalarni ham shunga dalolat qilganlar. Bu yerda nima hikmat? Sen yomonni do'st tutsang, ya'ni adashganni to'g'ri yo'lga solsang, ya'ni botayotgan inson, cho'kayotgan inson yordamga muhtoj bo'lganidek, sen ham yo'ldan adashgan, hidoyatda adashgan, yomon yo'lga kirgan, aqidada adashganni sen to'g'ri yo'lga solsang, ya'ni Rasululloh yo'llariga yo'naltirsang, marrasiniki dedilar. Nega? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrati Aliga aytdilarki, ey Ali, seni sharofatingdan, seni agar sharofatingdan bir kishi iymonga kelsa, to'g'ri yo'lni topsa, bu dunyo charaqlab turgan quyoshdan bu seni hidoyatga topgan kelsa, sen uchun afzal deydilar. Qarang qanday narsa. Demak, o'sha Hazrat Bahodir Naqshbandlar mana shu muborak hadislarga amal qilganlar. Birovlarni hamisha hidoyati bilan, odamlarni to'g'ri yo'lga chorlash bilan, Rasululloh yo'llariga chorlash bilan najot shu yo'lga ekanliklarini, demak, ular shu yo'lga demak da'vat qilganlar. Alloh barchalarini rahmat qilgan bo'lsin. Mana bir xayrli ish boshlanibdi. Bu xayrli ishning boshida xayrli inson, barakatli inson ustoz Azizxo'ja domladek yana bosh bo'lgan ekanlar, inshaalloh bu rivoj topadi. Umid qilamiz. Katta niyatlarini ozod qildilar. Inshaalloh to'lib, ko'chalar to'lib, inshaalloh shu niyatlarga Allohim yetkazsin, hammamiz bularni ko'rishni nasib aylasin. Inshaalloh vaqt qisqa, shu uchun qisqa qildik, vaqt ko'p. Yana so'rabdilarki, domloni ibodat she'rlarini o'qishlar agar ruxsat bersalar o'qib bersak. Xo'sh, endi ana ustozni kelganlari ham katta biz uchun katta bir baxt. Bu ustozlar yurtimizni inshaalloh faxri. Alloh taolo mana shunday ustozlar bilan inshaalloh ham nafas, ham suhbat qilganak behisob shukronalar qilmoqligimiz darkor. Behisob shukronalar qilmoqligimiz. Bu kishi mana Sadriddin Salim Buxoriy domla bor edilar. Hamma biladi. Hamma shu ustoz Mirza Kenjabek aynan domla Sadriddin Salim Buxoriyni ayni o'zlari she'riyatda ham,
tasavvufda ham, tarjimonlikda ham, taqvoyu toatda ham, zuhdda ham, hammasida ustoz inshaalloh mana shunday bir-birlariga inshaalloh o'xshash monand deb men bilaman. Ibodat degan she'rlari bu endi butun nima bo'lib ketgan. Inshaalloh shuni inshaalloh baholi qudrat o'qisak. Ibodatni yaratganga itoat ham ibodatdir. Haqiqiy bandalik bilan sadoqat ham ibodatdir. Ibodatdir tiriklikni etolsang ma'rifat bog'i, mashaqqatlik ilm san'at qiroat ham ibodatdir. Otang birla onang qalbi o'tar Ka'ba tavofidin, alar ko'nglingni shod etsang shu xizmat ham ibodatdir. Xabar oldingmi bemordan, qarindosh do'st musofirdan, birovni yo'qlasang dildan, ziyorat ham ibodatdir. Umurni etmayin isrof, o'zing ro'za vujuding sof, agar pok holda uxlarsang shu rohat ham ibodatdir. Mudom Allohni zikr etsang, halol boriga shukr etsang, qiyomat kun fikr etsang tijorat ham ibodatdir. Butun borliq nabotot ham yaratganga etar tasbir, bobo dehqon ekib yursa ziroat ham ibodatdir. Ibodatdir biror zolim jafokorga desang haqso'z, va nodonga sukut qilsang sukunat ham ibodatdir. Agar jufti halol bilan ko'ngil xushlik etar bo'lsang, falak shohid malak hozir, bu suhbat ham ibodatdir. Bu islomdir. Butun umring ibodat holiga kelgay va ogohlik bilan o'tgan bu fursat ham ibodatdir. Tamal iymon va ixlosdir. Bu qullik bandaga xosdir. Xudo deb qilganing har ish va niyat ham ibodatdir. Sevib Mirzo faqat do'stlik bilan dillarni obod et. Agar Alloh uchun sevsang muhabbat ham ibodatdir. Rahmat.